Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 5-oyning 28-kuni juma. Sizlarga noziraqcha uchur yetkazib qo'yay deb chiqishim. Hozir bu haftada xalqaro xabarlar ichida cho'ngroq bir xabar. Angliyadagi Uyg'ur sudining echilishiga saq bir hafta qoldi. Bu sudlar haftaniki juma kuni boshlanmoqchi. Hozir bir qism qarindoshlar Londonga berib, bunga taliq bo'ldi. Masalan, Amerikadan singlimiz Rushan, inimiz Abdukim qatorliqlar berib bo'pti Londonga. Bu ish hozir nurg'un kishilarniki ko'z tikkilik. Xitoy umumyuzlik hujum boshladi. Davlat hokimiyati vakillik qilgan kishilar bevosita o'tirib chiqmay, shu Uyg'ur vatanida Xitoy uchun xizmat etayotgan bir qism amaldorlar o'tirib chiqib gap qilyotdi. Bu sudni qonun asosi yo'q, bu degandek ish qilib ularniki ko'z bilan tikkilik bu ishga. Xudoyim bo'lsa bu ishdan yaxshi natija chiqsa. Ikkinchi cho'ng xabar, hozir Amerika hukumati Xitoy bilan bo'lgan sudni Xitoydagi xalqning kishilik huquqiga bog'lash ishini o'tirib chiqaryotdi. Burun ashtaqda men bu vaqtda burun sizlarga necha qaytim so'zlab bergan. Men Amerikada o'qiyotgan vaqtlarimda, Clintonning vaqtlarida bu jihatdagi ishlarni aytdi. Kuchliqdi. Xitoy bilan bo'lgan savdo Xitoyniki kishilik huquq ahvol bilan zich bog'langan bo'lib, har yili Amerika bir qatim baholab, bu yil Xitoydagi kishilik huquq ishlari qanday bo'ldi deb shundan qarab turib savdo kelishimlarini tuzatdi. Keyin Clinton o'tirib chiqqandan keyin buni amaldan qoldirib o'tib, Xitoyga manguliq eng e'tibor beriladigan davlat degan slaydni berdi. Shundan keyin Xitoy bek foydalanib Amerikadan va boshqa xalqaro apparatlardan bo'libmi dunyo savdo tashkiloti, dunyo bankasi qatorliq Xitoylar bugünkidek holatga kelib oldi. Hamda hozir Amerika hukumati ayni vaqt qilgan bu ishni intayin xato bo'lganligini his qilib, yaqin-yaqin Xitoy bilan bo'lgan savdoni Xitoydagi kishilik huquq ahvoliga bog'lashimiz kerak ekan degan shuni qaytyotdi. Bu bir yaxshi ish. Bu ishlar amalga oshsa, Xitoyniki iqtisodiy jihatdan tezroq ozilishiga bir turtki bo'ldi deb o'ylayman men. Hozirgi uchinchi cho'ng muhim xabar, Amerika hukumati hozir yaqinda bir qaror olib 90 kunning ichida bu qitimqi Xitoy virusiniki kirish manbasi zodi nada? Qaysi kirish manbasi qaysi? Mushuni aniqlab Amerika hukumatiga bir doklad tayyorlash ishini topshirdi Kongressga. Hozir endi xalqaro umumyuzlik Xitoyninki oqisiga Xitoy virusi ichida tushish ahvoli bir to'lqin ko'tarildi hozir. O'tgan yillardan bu virusni Xitoy virusi deb atasimi, bu bir suiqasd nazariyasi deb tadqiqot qilgan g'arbniki medialari. Hozir bo'lsa ularni o'zgarib, buni Xitoydan kelgan, Xitoyniki Wuhandagi tajribaxonadan kelgan degan ishlar gaplar bak kuchayotdi. Ma'ishniki ahamiyati bak zo'r. Agar bu qatim shu Xitoy virusiniki manbasi shu Wuhandagi tajribaxonadan kelganligi aniqlansa, Xitoyga intayin cho'ng ziyon bo'ladi. Nimishqa desanglar, bu nimada hozir bu Xitoy virusi bilan kelib chiqqan ziyon bak ko'p. Masalan, tunugun bir kunning ichida dunyo bo'yicha yangidan yuqumlanganlarning soni 572 ming bir kunda. Ondan keyin hozirga qadar aniqlangan kasal yuqumlanganlarning soni 169 ming 500 mingdak. 169 milyon 500 mingdak odam yuqumlanib bo'libdi hozirga qadar. Ondan keyin o'lganlarning soni 3 milyon 500 mingdan ko'p. Bu bek cho'ng eg'ir voqea bo'lganligi uchun dunyo miqyosidagi agar Xitoyni haqiqiy mushniki gunohkori deb ashbincha hukm chiqarsa, nurg'un davlatlar Xitoyga iqtisodiy to'lam to'latishi mumkin. Ashta qilganda Xitoy iqtisodiyotini uni ko'tara olishini atayin shu orqali Xitoy kompartiya hokimiyatidagi og'dirilishi
asıрақ тоқтайды деп ойлаймын мен. Мұшта бір іш болатыды. Анды sizlarga burundan deb kelgandim. Hozir Xitoy hokimiyatiga ag'darilib ketishga sababchi bo'ladigan bir qancha omillar bor. Masalan, Xitoy markaziy hukumatidagi huquq talash kirishi bu birinchisi, ikkinchisi siyosiy o'zgarish, Xitoy hukumatidagi siyosiy o'zgarish, uchinchisi Xitoyniki Tayvan bilan urushib qolish ehtimolligi zo'r. Necha kunning oldida Tayvanniki tashqi ishlar ministriga o'xshash xodimi, amaldori Xitoy Tayvan bilan urush qilishga butunlay tayyorlanyapti, urush bo'lib qolishi mumkin degandek bir narsani o'tirib qo'ydi. Bu uchinchi omil. Ondan keyin to'rtinchisi iqtisodiy jihatdan vayron bo'lish. Man abatin degan Xitoy virusini o'z ichiga olmagan ahvoldami? Hozir Amerikadan Xitoyga yurgizayotgan iqtisodiy embargo, iqtisodiy jazo mushnalarning tufaylidan Xitoyniki iqtisodiyot nihoyatda tez cheklanishlar bo'lyotdi. Bu ishlarni Amerikadagi shu Xitoy bilan munosabati yaqin shirkatda ishlayotgan qarindoshlar bilan biladi. Boshqa davlatlarda mana shundoq yaqinda Yevropa bilganki Xitoy bilan mablag' solish kelishimi ishimi suvchilashdi, to'xtatib qo'yildi hozir. Boshqa boshqa to'chong omil bordi. Buningga endi Xitoy virusiniki manbasini tepib chiqish degan bir omil qo'shildi hozir. Bu 90 kun ekan, 90 kun degan tez o'tadi hozir. 5, 6, 7, 8 ay degan gap. 8 ayning ichida bu ishlar aniqlansa, Xitoy yana bir cho'ng nimaga duch keladi, bir cho'ng jang e'lon qilinishga duch keladi dunyo bo'yicha cho'ng bir besimga duch keladi. Xudoyim bo'lsa, bu ishlardan bizga foydali bir yaxshi natija chiqishi mumkin. Men buningda hali umid bor. Ammo shu bo'libmi Xitoy hokimiyatini Xitoy virusi sababli gunohkor qilib chiqarish. Buniki roli qog'oqlar qaraganda cho'ngroq bo'ladi deb o'ylayman men. Oxir hisobda. Ondan keyin men Facebook'imni chiqarib qo'ydim. 2 kun oldida televizor ko'rib olsam, shu Amerikadagi nima Cumhuriyetçi partiyaniki bir danliq senator bor. Abraham Graham degan shu kishi televizorda dedi, Xitoy virus ishida hargiz o'zigidan xalqaro jamoat bilan hamkorlashmaydi. Shunga biz Xitoyga besim ishlatishimiz kerak. Biz yaqinda bir qator jazo tadbirlarini o'tirib qo'yib, uni yo'lga qo'yamiz. Agar Xitoy shu virusning ishida xalqaro bilan hamkorlashni boshlamasa, bizmi Xitoyga qaratgan bu jazo tadbirlarimizni to'xtatmaymiz. Oxiri biz yangicha davomlashtiramiz degandek gapni qildi. Bu gapni intayin kuchli gap. Agar bu ishni qilib qila olsa, bu muhabbat bilan birlashib, albatta degandek nihoyatda yaxshi unum beradi bizga foydali deb o'ylayman. Uyg'urlarga bir cho'ng fursat kelishi mumkin. Anda yaqinda medialarga yana ko'proq chiqayotgan bir xabar bor. U bo'lsa-mu Amerikaniki harbiy jihatda qo'llanayotgan tadbirlari. Amerika hozir harbiy uzun davlat mudofaa sohasida 5 sohada yangi planlarni o'tirib chiqadi. Uniki birisi aeroplan to'shquvchi Parxut. Uni Ford darajalikda ekan, hozir Amerikada 12 dak aeroplan to'shquvchi Parxut bor. Onun birisinin ismi Ford endi. Eng cho'ng o'xshaydi bu. Shunga o'xshash darajada, uningda bu cho'ng işte nima aeroplan to'shquvchi Parxutdan yana 3 yasaydi ekan. Birinchisiniki ishi hozir o'tgan yili boshlanib bo'ldi birinchisini. Undan keyin ikkinchi yasaydi ekan. Bu yangidan boshlangan yasashni boshlagan Parxutniki eg'irligi 100 ming tonna keladi ekan. Her bir Parxutni yasash uchun 13 milliard dollar pul ketadi ekan. Bu Parxut bir vaqtda 90 harbiy aeroplanni tushib oladi ekan. 3 aeroplan chiqib, 3 aeroplan tam tushadi ekan bir vaqtning o'zida. Mushuni asos boshlabdi birinchisi, ikkinchisi Suas Parxuti. Suas Parxutlarining nurg'un darajasi bor ekan. Uning birisi Kolumbiya deb ataldi ekan. Shu Kolumbiya darajasidagi nima boshquriladigan bomba atadigan Suas Parxuti. Buni bujla boshlaydi yasashni. Bu Parxutning alayligi u bir vaqtda 16 dona
ядро boshqaruvchi bombani yapmangala ekan üzülen bildi. Bu 16 bombani agar Xitoyga atsa yoki Rossiyaga atsa shu bir vaqtda yo'q qilib ketadi deydi. 16 bomba bilan bu yadro bombasi bo'lganligi uchun 16 bomba bilan ya Xitoyni yoki Rossiyani yo'q qilib ketadi deydi. Shuncha kuchli bu parxod va bombalar endi. Buni boshlabdi. Ondan keyin nayet tiz mangdagan boshqaruvchi bombalar. Bu bek tiz mangda ekan. Hatta bu boshqa hozirgacha vujudga kelgan texnologiyalar bilan bundaq boshqaruvchi bombalarni to'sqilib olmaydi. Amerika hozir bu ishni boshlabdi yangidan. Ondan keyin to'rtinchisi Amerikaniki qilayotgan yamirishi Amerika nurg'un hozir ishlatayotgan harbiy parxodlarini o'rniga yangidan texmi cho'ng texmi nayti qudratli parxodlarni yasash ishini planni boshlabdi. Bu parxodlarda nimasi bor ekan, boshqarilgan bombalarga taqabul turish uskunalari bor ekan. Ondan keyin bunda uskunalarning bir qismlari lazer nuri quroli bilan elib berildi ekan endi. Xususan lazer nuri bek tez mangadi. Bir sekundaga 300 ming kilometr mangadi. İşte bu boshqa jiroqdan kelayotgan boshqaruvchi bombani ko'rib, uningga lazer qurollarini assa, uni birdan etib tushiradigan bo'ladi. Hozir Amerika bu ishlarni qilibdi. Shu bu parxodlar pishsa, hozirgi nurg'ulg'an harbiy parxodlarning o'rniga mashina ishlatadi ekan. 5-incisi 6-cı davr urush aeroplanı yasash ishini boshlabdi. Hozirga qadar yasalganlari 5-ci davriniki ekan, bu qatam 6-cı davrini yasab etibdi. Bu mu tabiiy holda hozir texnikalar taraqqiy qilgani uchun iqtidor jihatdan bek kuchli. Lekin bu aeroplanlar jiroqcha bora oladigan boshqaruvchi bombalarni ko'tarib mangadi ekan. Mush yerda umumyuzlik hozir asosiy diqqati Xitoyga va Rossiyaga qaratgan yangi tadbirlarni qo'llanib turibdi. Bu ahvollarga bir qism kishilar Xitoy Amerikadan olib o'tib ketdi yo deydigan ko'z qarashlari bor kishilar bor bizning oramizda. Menimcha undaq mumkin emas. Xitoydagi Amerikadan jiq oqsida urush bo'lib qolsa, xuddi biz nimada Iroqda ko'rgandek ahvollarni ko'ramiz. Iroqmi Saddam Husaynmi o'zini to'g'ri mo'ljallamay Amerikaga bak mushatgan daslabida. Keyin urush boshlangan chog'da hech qanday askari naslari qolib kelmadi. Xitoyniki mashtab qilish ehtimolligi bak cho'ng. Bo'libmi Xitoydagi odam omili intayin nachar. Xitoyda vatanga bo'lgan sadoqatmanlik nuqtasidan turib askar bo'lib qilayotganlar ko'p sonni egallamaydi. Pul uchun askar bo'lganlar ko'p. Urush bo'lib qolsa nurg'un kishilar qurollarni tashlab ketishi mumkin, mana o'ylayman. Mushtaq bir ahvollar bor. Endi yaqinda endi ko'proq bo'layotgan yamir xabar uchar taqsa xabari endi ko'p chiqyotdi. Bu xabarlar men o'tganki bir qator programmada degan ish bilan munosabati bor. Uni nima desanglar, Amerika 2017-yili 12 oyda Pentagonga $22 million pul ajratib, uchar taqsa ishini to'g'riliq bir deklaratsiya tayyorlashni topshirgan. Zodi bizda hozir qancha paketlar bor? Xabarlarda bor, Amerikasida 1978-yili uchar taqsa tadqiqot tekshirish ishlarini to'xtatib o'tgan. Bunun ahamiyati yo'q ekan, hech qanday qiymati yo'q ishga yolg'on ekan deb. 2017-yili buni qaytadan boshlab mush bir doklad uchun $22 million pul ajratib ekan. Bu doklad bitib qopti. Kelar oyda 6-oyda e'lon qilindi ekan buning natijasi. Yaqinda Amerikaniki shu davlat mudofaa ministri aniqlanmagan osmon hodisasi alayda qo'shini degan bir narsani vujudga keltirgan bo'la. Ashularmi shu doklad uchun ishlayotdi. Unidentified Aerial Phenomena Task Force deydi. Mushlar e'lon qildi ekan bu dokladni. Hatta bu boshqa yaqinda uchar taqsiniki gaplari ko'proq chiqyotdi media. Bularning hammasi mushlar bilan munosabati bor.
Xudayım burası kiler ayda bu haqda bir qism yeni xabarlarni anlashimiz mumkin. Endi vatan haqidagi vatan ichidan kelgan yangi xabarlarning ichidagi eng cho'ng xabar bu hafta. Hozir Xitoylar bizning vatanda umumyuzlik o'lib ketgan va yo'qolib ketgan Uyg'urlarni tizimlab, ularni nupusdan kompyuter rekordlaridan butunlay o'chirib tashlash ishini yapib qoldirdi umumyuzlik. Men izlab kelyapman, biz behçik adamdan ayrılıp kaldık. Ölüp ketken adamlarning üzülam, şu 2016 yıldan keyin lager turmalarga kirib, ölüp ketken adamlar 1 milyon eşiş mümkün. Hazır endi Xitoy aşlı adamlarniki bütün tizmatını yo'qotib qoldiribdi. Keyin xalqlardan bir tekshirsa, bunday adamlar yashab boqmagan. 1 milyon adam ölüp ketgan emas, yashab boqmagan. Yo'q, aslida yo'q deydigan narsani vujudga keltirish uchun hozir umumyuzlik tadbir qo'llanib ish yapib qoldiribdi. Şu eng cho'ng xabar, men bugun yana bir xabar oldim. Bir janubdagi bir oilaniki. Birlam singlimiz hayotgan hozir 2017-yili dadasini, opasini, akisini, singlisini, yerini 5 adamni tutib ketgan lagerlarga 1 yil qolmay 4 adamniki o'lganligi xabarini olibdi. Dadasinikini, opasinikini, akisi va singlisininkini, yeriniki nerligini uqmay ekan hozir. Ahvol bak eg'ir. Shu bir kentda hozir yo'qolib ketgan Uyg'urlar 65% egallaydi deydi. Umumiy nüfusuniki 65% yo'q deydi bir kentda. Ahvol shu darajada eg'ir hozir bizning vatandagi. Garchi xalqarada Uyg'urlarga foydali nurg'un yaxshi ishlar bo'layotgan bo'lsa-mu, Xitoyniki bizning vatanda epayotgan siyosatda hech qanday o'zgarish yo'q. Bular davomli turda qildiganini qilib, andan keyin uni xalqaradan yushirish uchun tadbir qo'llanib mingyapti hozir. Nima vatan haqidagi qolgan xabarlarni Uyg'ur axborot markazining haftalık videosidan anglaysizlar. Xalqaro xabarimiz shu. Men bundan keyin o'zimniki shu videolik programmamni biroz o'zgartmoqchi. Burunqidan sal o'zgartmoqchi. Birisi xalqaro xabarlar to'liq ko'p to'xtalmayman. Vatandan kelgan yangi uchurlar haqida ko'p to'xtalmayman. Sababi nima desanglar, buni Uyg'ur axborot markazining haftalık videosi to'liq chiqarib o'tadi. Ular nihoyatda yaxshi programmani tayyorlab chiqarib o'tadi. Aşağıdan kurvasanlar bulundu. Aşın qo'llab qo'ygash bo'lsin ko'ringlar. Hozir asosligi menki xizmatimda biroz o'zgarishib qoldi. Men bir yangi ishga kirgan yaqinda shu olam teleskopini sinab qildigan tajribaxonani qurish bir ishiga. Shuning bilan idoraga beryapman haftada bir 2 kun. Burun Xitoy virusi paydo bo'lishidan burun men idoraniki mashinasida berib, idoraning mashinasida keldim. Şuna bağışım uxlab, kegechim uxlab keldim. Mashina boshqalar haydaydi. Hozir o'zim mashinada bo'lmasam bo'lmayotdi. Uning ustiga men o'zimning kasbiy sohasida jiqishani qila olmayman endi. Loyihalayman bu darslarni. Uni qurayshtira olmayman, yasay olmayman, uni sinab qila olmayman. Ondan keyin yana kompyuterda hisoblash olib berib, uniki ko'rsatkichlari asli talabga yetmadimi, bu narsani qila olmayman. Ashta boshqa bana sal vazife ig'riq tushib qoldi hozir. Xizmatim yig'ilishib qoldi. Ma programmamni tayyorlashim bo'lmaydi endi, hali vaqt oldi. Uning ustiga takrorlanish bo'lib qolyapti. Men bu qilib Uyg'ur axborot markaziniki videosini qilib, undan boshqa hozir Uyg'urcha xabarlarni kunda birdigan medialarni ko'payib ketdi. Ashta boshqa men sal o'zimniki mazmunni biroz kontrol qilay deyapman. Ondan her hafta çıkışımın atayın. Meniki asaslaydıqım Uyghur Project Fondu bilan münasibetlik. Men aralashgan, biz qilayotgan ishlarga oid xabarlarni, uqtirishlarni, chaqiriqlarni mushuni asosiy mazmun qilib turib chiqaman bundan keyin. Vatandan kelgan uchur va xalqaro cho'ng xabarlarni Uyg'ur axborot markaziniki haftalik videosini ko'rsanlar bo'ladi. Uni mukammal chiqishga tirishayotdi bizniki. Qarindoshlarimiz shunga ashuni ko'rsanlar. Shunga abaytaman degandek har haftada chiqishimni atayin ehtiyojga qarab turib chiqaman bundan xabar topib qolinglar. 5-chi cho'ng ish yaqinda bo'lgan
Türkiye'deki o'qish yordam puli uchun iyon to'plash ishi bu intayin yaxshi bo'lib 15 ming dollar yig'imiz deb ish boshlagan 32 ming dollarga yaqin pul yig'ildi. Bunun ichidagi 15 ming dollar burungi plan bo'yicha o'qish mukofoti puli uchun ishlatiladi. Aştağı bo'lgan chog'da yana 17 ming dollarga yaqin pul qolib qoldi. Bu pulni Turkiyadagi aslidagi maqsad bo'yicha xarakterini o'zgartmagan ahvolda Turkiyadagi o'quvchilarga o'qish yordam qilishga ishlatmoqchi. Yaqinda yoz ta'tili boshlanib ketadi ekan Turkiyada. Aştağı bo'lg'achqa yoz ta'til jarayonida Uyg'ur Yar fondi yana bir qism planlarni tuzib chiqmoqchi. Qolgan 17 ming dollar pulni ishlatadigan yerlarni chiqqandan keyin shu bo'yicha ish qilamiz. Masalani yana bu jihatda yangiliklarni xabardor qilib turman. Shu narsa esimizda bo'lsin. Bu pulni biz Turkiyadagi o'quvchilarga yordam qilamiz deb yig'dik. Aştağı boshqa bu pulni qat'iy boshqa hech qanday yerga ishlatmaymiz. 1 dollargacha hisobi bor bu ishlarniki. Shunga bu jihatdan ham xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Men yilning oxirigacha sizlarga to'liq doklad beraman bu jihatda. Pullarni nima qilishganligi to'g'riliq. Endi 6-cı çoğun iş, ben iş yaptığım aldığındaki videoda amanlarga bir narsa chaqirib qolgan. Bulup mu chet eldagi Uyg'urlikni chet elda saqlab qolish jihatda qilinadigan ishlar. Yangi loyiha planlarni o'tirib qo'ysanglar degan shu tarafni bir taklifni berganman. Buningga bir qism qarindoshlar ovoz qo'shib takliflarni menga o'vatdi. Ko'p rahmat. Ularni men hozir tilga olmoqchi hozir. Andikin bizniki meniki va bizniki qanday o'ylayotganligimizni biroz deb qo'yayapman. Bu ishik uchuq, hammalar uchun uchuq. Men hozir qadar qilayotgan ishlarning hammasi barliq Uyg'urlarga tava. U bir odamga bir tashaq tava emas, butun Uyg'urlarga tava. Uyg'ur Project fondi, Uyg'ur axborot markazining tortib ashundaq. Butun Uyg'urlarga tava. Shunga mushu ba məbəllərdən obdan paylanıb Uyg'urlikni chet elda saqlab qiladigan ishlar bo'lib qolsa, o'ylaganlaringlar bo'lsa, ideyalaringlar bo'lsa, danglar. Birlik qilaylik. Iqtisodiy jihatdan dastlabda bundan narsalarni o'ylagan vaqtida men iqtisodiy cheklimga uchirmayman deb turib o'ylab chiqsanglar bo'laverdi. Xudoyim bursa, agar yaxshi ideyalar bo'lsa, uniki pulsini hal qilib bo'ladi. Buni o'rtaq tirishib hal qilamiz biz. Shunga bu jihatda davom ettirsanglar. Bana şu iki haftanın içinde düşken layihə mundaq. Onun ki birincisi chet eldeki Uyghur kız yigitlerini bir-birisiga tanıştırıp qo'yadigan bir ish yapasaq degan taklif tushdi. Buniki arqinish nima desanglar, hozir bu virus, Xitoy virusi sababidan bir davlatga berish ishlari butunlay to'xtab qoldi. Uyg'ur yoshlarının o'zaro tanishish, ko'rishish fursatlari asosan yo'qolib ketdi. Aştağı boshqa hozir chet eldagi yosh o'g'il qizlarning ichida chet ellik bilan to'yib ketish ahvoli bo'lgansi eg'irlashmoqda turibdi. Bu biz uchun cho'ng yo'qotish. Nimishqa desanglar, meniki mo'ljarimda chet elda hozir 100 mingdek Uyg'urlar bor, O'rta Osiyoni hisobga olmaganda. Bundan keyin bizim vatandan Uyg'urlar yangidan chet elga chiqalandı, chiqamamdi, bu butunlay qorong'u bilmaymiz. Xitoy qat'iy chiqolmaslikni qaror qildi. Aştağı boshqa Xitoy hokimiyatida o'zgarish bo'lmaganchilik, bu jihatlarda o'zgarish bo'lmaydi. Mushtaq bir ahvolda hozirgi ahvol ketaversa, bizim vatandan yangilar chiqamasa, vatandagi ahvolimiz undaq tursa, hozir bu Uyg'ur xalqi, Uyg'ur vatani tuzib ketib bordi. Aştağı tursa chet eldagilar bilan to'yib ketsa, bizga qo'shib ketadi. Qo'shlab manganda degan gap endi. Aştağı bo'lgani uchun men taklifni ayt yaxshi. Ben bu jihatda ba'zi ishlarni boshlab bo'ldim. Boshqalar bilan birlashib albatta. Shunga biroz pishqan chog'da sizlarni xabardor qilaman, ammo mush sohada bir qism ishlar ishlanmoqchi. Ish boshlanib bo'ldi hozir. Buni sizlarga deb qo'yay dedim. Ondan keyin ikkinchi taklif Türkiye'deki bolalarga to'g'rida ingliz tili o'rgatadigan bir darsliklar tasdiq qilinsa degan taklif tushdi. Bu jihatda qilinayotgan ish bor. Men sizlarga sal tafsilroq so'zlay. Hozir men to'xtab turmayman. Men o'tkazib qo'ygan bu to'g'risida sizlarga ayrim gap qilmayman.
Üçüncüsü Uyghur ballar için tor kamusu tayyorlash. Endi hazır Uyghur ballarını ana tilini üyütimiz, davatımız, işte bu başka müşahadaki material bek kem. Bolsa ballar için bir kamustek, torda kamustek bir narsa tayyorlasak, ballar şu yerden ügünüp mangsa degan teklif düştü. Bu teklif bana ait yaxshi. Uyg'urcha kamus tayyorlayotgan bir grup hukular bor Turkiyada. Bo'lsa sizlar men bilan qayta aloqalashsanglar, ashning ichida bolalarga oid qomus bo'limini yasab, mana qilish imkoniyati bormi? Uni qanday epirish kerak bu to'liq bilim maslahatlashsak, uchinchi narsa. Zarur bo'lsa, Uyg'ur Project Fondi bu jihatda iqtisodiyotni yordam qiladi. Ondan keyin to'rtinchi taklif, hozir Turkiyada faqat shu din o'rganish va Qur'on yodlash bilan shug'ullanayotgan bolalar bor ekan, xil ko'pkan bu son. Bu ish to'g'riliq meni nechadan izladi hozir qadar. Bak o'kinib turib izladi. Endi mush bolalar cho'ng bo'lsa qanday odam bo'ladi? Agar hozirgi zamonaviy ilm-fan maktabida o'qimay, kichigidan tortib, birinchi sinfdan tortib faqat Qur'on yodlash, din o'rganish bilan shug'ullanib cho'ng bo'lsa, bu kishilar hozirgi dunyo bilimlarida savotsiz bo'ladi. Savotsiz. Hozirgi dunyo bilimlari sohasida savotsiz bo'ladi. Hozirgi dunyo bilimlariniki 3 turi bor. Men o'tganda bir qatim dedim. Koinot, fizikalik koinotga oid bilimlar, odamniki badaniga oid bilimlar, andan keyin hozirgi dunyoda yashash uchun kerak bo'lgan boshqa nurg'un bilimlar, iqtisod, siyosat, hokimiyat boshqarish, mushundaq narsalarni nurg'un bilimlar bor. Bu ishlardan butunlay xabarsiz cho'ng bo'lsa, bu cho'ng bo'lgan bolalar Uyg'urlar uchun keraklik odam yoki xalqaro jamiyatniki, dunyoning taraqqiyoti uchun kerakli odam emas, juko'p qoldi bular. Dunyoning qanday yeriga bo'lsa juko'p qoldi bular. Hozir dunyoga moslashmagandan keyin, hozir dunyoga masalda yashab menish iqtidori bo'lmaganligi uchun. Şuna bu ahval nurgun kişilerini endişe seviyeti bardı hazır. Şuna bunu özgersek buldu. Mesele bek köpken. Endi ben bazı müşru teklifini bergen ufkularga dedim. Bu işinki birinci basmışı Türkiye'deki zaten mektep yeşildeki balla kancık balla var. Bulandaki Türkiye hükümet mektebinde okutkanlar kancılık. Uygurlarındaki şahsi pen mekteplerinde okutkanlar kancılık. Anda u maktablarga bormay yoki boramay faqat din kursi o'qiyotgan bolalar qanchalik. Ularniki yosh taqsimoti, qaysi yoshda qancha yosh kategoriyasida qancha bola bor, masalan, boshlang'ich maktab yoshidagilar, o'rta maktab yoshidagilar degandek, yesil yoshidagilar degandek qanchasi bor. Mushu sonni egallab chiqish kerak. Mening esimda qilishicha Uyg'ur akademiyaniki yig'inida mustaq bir maqola so'zlangan ismda bor meniki. Şunu tayyorlagan qarindoshlar men bilan aloqalashsanglar. Ashnaga bir qaytadan qarab chiqqan bo'lsak, bu birinchisi. Ikkinchisi, mening bu ishda bir taklifim, Turkiyada nurg'un o'quvchilar bor, Uyg'ur o'quvchilar, magistrlik, doktorlik o'qiyotgan ijtimoiy fanda. Sizlar o'qish bitirish uchun bir dissertatsiya yozmasanglar bo'lmaydi. Bir yoki ikki o'quvchilar mush temini bir dissertatsiya temisi qilib tayyorlasanglar. Turkiyadagi Uyg'ur bolalarning o'qish ahvolining statistikasini tuzib chiqadigan. Buni iqtisod lozim bo'lsa, biz Uyg'ur Project Fondidan chiqaraylik buni. Bu birinchi qadamni qiladigan ish bu. Mani qilgandan keyin, ondan keyin biz qanday tadbirlarni qo'llana olamiz degan ikkinchi qadamni basa olamiz. O chaqda zarur bo'lsa, Turkiya hukumati bilan ko'rishib, bu ishni bir tutash hal qiladiganga yo'l olsak bo'ladi. Hozir ajoyib ishlar bor ekan, bir qism kishilarga noma'lum bir yerlardan pul kelib, ular bir qism bolalarni yig'ilib, Qur'on yodlatib, din o'rgatib jon beqiyotgan. Turmushi u ashta ishni qilayotganlarning turmushi boya yashayotgan. Buning bir alayiligi ular o'zining bolasini qat'iy o'qitmay ekan, o'z maktabida o'qitmay ekan. O'zining bolalarini Turkiyaning hukumat maktablarida o'qitib, boshqa Uyg'urlarning bolalarini o'zlari o'qitdi ekan, işte Qur'on yodlatib yo dinda. Müşriki üzülmü intan çok facia biz için. İslam'a kılınan bir hıyanat bu. Müslümanlık kılınan hıyanat. Şu an bu cihette nurgu işlaba kıldıgan ABK'si birinci kadem,
Aşındak bir dissertasiyani tayyorlayman degan fikrlar bo'lsa, aloqalashinglar men bilan. Muzokaralashaylik birga. 5-ci təklif paranglar Uyğur davası üçün iqtisadi mənbə hazırlaş sahəsində oldu. Hazır Uyğur yaşları içində ali məktəbdə oxuyatqan yoki o'qish bitirib bo'lib xizmat qilayotgan yoshlar ichida bir turkum iqtisodiy bilimda taraqqiy qilgan bolalarimiz bor bizniki. Meniki ikki bolam darajalik kishilar bolalarning ichida. Ular hozircha siyosatni pek aktif emas, lekin nihoyatga birlashsa intayin cho'ng iqtisod yarata oladigan bolalar. Bularniki nurg'unlarniki ko'nglida umidimi bor. Bir kun sima o'rganishda qilsam deydigan. Hozirgi asosli masala ularniki o'tirib chiqib bir ishni qilmaslik masala Uyg'ur jamiyatida saqlanayotgan masala, Uyg'urlarningki. Tashkilotlarniki saposi, qilayotgan ishlarniki saposi, odamlarning saposi. Uyg'urlarchida, chet eldagi Uyg'urlarchida yoshidan qaragan chog'da hamma kategoriyaga kiradigan odamlar bor. 40 yosh, 50 yosh, 60 yosh, 70 yosh. Lekin qilayotgan ishlari ro'y jihatdan bu kishilar cho'ng bo'lmagan. Bu g'ayrətning o'lchami bo'yicha qaragan chog'da masalalarga qanday qarash, masalalarni qanday bir taraf qilish, tashkilotni qanday qurish, tashkilotni qanday mangdirish. Mush jihatda bizda intayin og'ir ahvol bor. Hozir cho'ng bo'lgan yosh bolalar garchi ko'nglida ashtaq bir orzusi bo'lsa-mu, men Uyg'urlar uchun ish qilsam, iqtisodiyotni ish qilsam deydigan. Lekin hozir mush kulib yuz berayotgan ahvollar, mush bir hafta ish hafta ichida yuz berayotgan ahvollar qarasanglarmi, odamni intayin echindirdi. Bu ishlar bularning qalbisidan o'tmaydi. Uyg'urning saposi shunchalikmi, bu odamlarga qanday bir ish qildi deydigan. Masalan, o'tganda bir qatim degan Amerikada 6 million Yahudi bor. 6 million Yahudiniki 60 ta tashkiloti bor ekan. Bularniki yillik xarajati 3 milyard dollar. 6 million odamning 60 tashkiloti, uniki xarajati 3 milyard dollar. Chet eldagi O'rta Osiyodan boshqa yerdagi 100 mingdak Uyg'urlarniki 70 dan ko'p tashkiloti bor hozir. Ağlanın 6 milyon adamniki 60 tashkiloti, bizniki 100 bin adamimizniki 70 tak tashkilotimiz bor. Nurg'unlari ismida bor, amaliyoti yo'q. Qilayotgan ishlarni qilolmaydi. Asosiy maqsad nima desa, bu tashkilotni qurgan va ish yapayotgan kishilar ashta ishlarni qilish jihatda hech qanday tarbiyalanmagan. Asosiy bilimdan xabari yo'q. Hozirgi zamon bilimlaridan xabari yo'q. Faqat hissiyot tayinlatlam shu yo'lga chiqib olgandan keyin ishlarni qilolmayotgan yoki qamashtirib qilolmayotgan yoki iqtisodiy jihatdan yoki qobiliyat jihatdan cheklanib uchrab qolayotgan ahvol bek og'ir. Shunga Uyg'urlar uchun fursat bormisi bor. Sharoitmi bor hozir. Lekin Uyg'urlarniki birinchi daraja cho'ng ishi yosh o'smirlarni intayin sapoliq inson qilib tarbiyalashdan boshqa cho'ngib bo'lganlar bu sapani o'stirish. Bu sapa ikki xil narsalarni o'z ichiga oladi. Birisi universal kishilik sapa, yana birisi kasbiy sapa. Bu ikki narsani yetildirish kerak. Ash ishlarni qila olsak biz nurg'ishni qila olamiz. Iqtisodiy masalalarni hal qila olamiz. Ashunchalik hozir xil taraqqiyotda bu jihatga ishlar. Ondan keyin yoshlarimiz qarayotdi bizga, saqlayotdi. Uyg'urlar zodi qanchalik ishni qila oladi degan narsada. Buniki yan bir cho'ng bir cho'ng sahaba kishilar ancha o'ylamayotgan. Men deb kelyapman, Xitoyniki kompartiya hokimiyati og'dirilishi mumkin. O'sha necha yilning ichida. Undan keyin Xitoyniki o'zining ahvoli qanday bo'ldi bilmayman. U to'liq narsa deyish tas. Lekin Uyg'urlarga bir cho'ng fursat keladi. Ashta bir fursat kelsa, shu fursatdan foydalanib Uyg'urlarni tashkillab, yetaklab bir erkin o'zimizga tekkan ziminni boshqarib mangishga biz tayyormi, tayyor emasmi degan masala bor. Hozir nurg'un odamlar yo'g'on so'zlaydi. Amaliyotda hech qanday tayyorligi yo'q. Albatta men degandek kasbiy jihatdan tarbiyalanmagan bo'lganligi uchun 10 odamning gapi 10 xil chiqadi, bir yerdan gap qilolmaydi. Asos yo'q. Mushtaq ig'ir ahvol bor. Cho'ng jihatdan
biz bu ishni davomli qo'limizdan chiqarmasligimiz kerak. Ashta qilsak biz fursat kelgan chog'da undan foydalanamiz yoki shu fursatni yarata olamiz. Bu jihatda Uyg'urlarniki yangidan o'sib ketilayotgan yoshlar ichida nurg'un odamlarimiz bor bizniki. Shunga iqtisodiy davoshin iqtisodiy manba hozirlash bu jihatda o'ylanayotgan, izlanayotgan, har xil loyihalarni o'tirib qo'yayotgan kishilarimiz bor. Mana 3 adam loyiha o'tgan. Bu qatim birisi o'tdi, burun 2 adam o'tgandi. Bu loyihalarning hammasi nazariyatdan to'g'ri. Agar uni durust adamni olib borsa qiladigan ishlar. Lekin Uyg'urlar tayyor emas. Uyg'urlarda unda ishni qiladigan ong seviye yo'q. Şuna ben neslerini mesleki dep dedim. Şuna bu işler üzümüzge bağlıq. Bundaki yolunu qandaqmağımız şuna bağlıq. Anadaki bu qatim man kelgan yana bir taklif biz bir qancha adamlarni Amerikada o'qisak mamdu dinda deb unda taklif keldi. Men bu to'g'riliq burun bir qism maqolalarni yozgan. Bulubmuş diniy sohasidagi qarindoshlarning xabari bor bu ishdan. Men şu Yasir Qazi, Numan Alixon qatorliq Amerikadagi bir necha diniy arboblarniki leksiyalarni anglash jarayonida Uyg'ur diniy ulamolarniki qurilmasi haqida biroz tahlil yurgizib bizni bir qism diniy ulamolar g'arbdan o'qib o'tdi ekan degan ideyaga kelgan. Endi buni taklif bergandim. Xitoy cho'ng qirg'inchilikni boshlashdan burun men bilan 10 o'quvchilar aloqalashgan amaliyotda Amerikaga kelib o'qishning borlig'ini. Undan keyin bu butun ishlar o'ntay bo'lib ketdi. Endi Yasir Qoziniki bir leksiyasi bor, doktor Yasir Qoziniki. Doktor Yasir Qozi o'zi shayx, imom, bir diniy maktabniki din deydi. O'qish boshqarmasininki boshlig'i endi. U odamninki degani o'tir hisob bilan har bir millatning ichida 1000 odamga bir o'lima to'g'ri kelsa bo'ladi. Eng ko'p bo'lganda deydi. Eng ko'p bo'lganda 1000 xalqqa, 1000 musulmonga bir o'lima to'g'ri kelsa bo'ladi deb deydi bu odam. Endi bu yerda o'lima deganki o'lchimi nima men aniq bilmayman. Agarda uniki o'lchimi shu diniy sohasida bakalavrlik yoki unda yuqori unvonlar olganlar, unda yuqori unvon olganlar deyilsa agarda Uyg'urlarda hali jiq endi. Masalan, Turkiyada 50 ming Uyg'ur bor deb qaraymiz. O'limalar birligida 70-chi qadam bor endi. Hozir meni dinda o'qiyotganlarni aytdi, hali bor mening bilishimcha son jihatdan. Shunday. Endi bo'lsa, shu hozir o'qiyotgan ukalarning ichida bir qanchalar Amerikaga kelib o'qisanglar, o'qishinglarning bir qismini, masalan, bakalavriatni Turkiyada olib, magistrlikni Amerikada bo'lamdi, doktorlikni Amerikada bo'lamdi. Buning aytib zo'r foydasi bor. Hozir shu o'rta sharqdagi oliy maktablarni o'qitishi bo'libmi, diniy maktablarni o'qitishida din asosan 100% egallab ketib, panjali kishilar ancha bo'lmaganligi uchun dinni o'qiganlar dindan xabari bor, lekin dunyodan xabari yo'q. Ashta bir ahvol saqlanayotdi. Ashta bo'lganligi uchun bu dinchilar bilan panjlarniki birga kelishi bo'libmi, cho'ng ishlarda Uyg'urlarniki mustaqilligi, davlat qurish, kelgusini qaysilarga etminish, mushta ishlar kelgan chog'da asosan birlikka kelish kagil bo'lmaydi. Ashta bir ahvol mavjud. Nima desa, yerim narsa kam bo'lganligi uchun. Shunga bu ish pek muhim. Agar bu sohada keyin Amerikaga kelib o'qay, magistrlikni yoki doktorlikni deydigan ukalar bo'lsa aloqalashinglar, uniki bir iznib boqaylik. Menda uning chorasi bor deyamayman hozir, lekin bir iznib boqsak, uni amal topqil bo'ladi deb o'ylayman. Agar yordam qilsak, Uyg'ur Project fondimi bu jihatdan biz butun kuchimiz bilan yordam qilamiz. Biz yordam qilayotgan ishlar bo'lib qolsa. Buni sizlarga deb qo'ygim keldi. Endi avvalman degandek bu qatimqi tushgan takliflarning birisi Turkiyadagi bolalar uchun ingliz tili to'g'ri maktabi qurpasak degan taklif. Amaliyotda bu yolg'iz Turkiyadagi o'quvchilar uchun emas, hamiyadagi o'quvchilarga qaratilgan bo'lishi kerak. Amerikada qurilgan bir maktab bor. Dillar English classes deydi. İngilizce dillar, İngilizce dersleri degan bir maktab.
Buni bir singlimiz ikki qizi bilan birlikte başlagan. Hozir bularga yordamlashayotgan boshqa o'qituvchilardanmi 15 tak odam bor deb o'ylayman. Bularning xiljiq ko'p sinflari bor. Sinflar bor, darslar bilan to'g'ri tutiladi, haqsiz, muvaffaqiyatli mingyotidi bu dars. Bu yilgi yozlik ta'tilniki darsi 6-oyniki 1-kuni boshlandi ekan. Bu darslarni bu inglizcha darslarniki mundaq sinflar bor ekan. Birisi tavush sinfi. Tavush sinfida 25 o'quvchi o'qiydi ekan. Jinsiy va yosh cheklamasi yo'q. Vaqti 3 oy deydi. Har kuni 1 soat o'qitadi ekan. Yana birisi yangi o'qim ingliz tiliniki birinchi qismi. New Concept English degan bir dars kitob bor. Angliyada tuzilgan bu kitob pek tanliq. Dunyoniki nurg'un yerlarida inglizcha o'qiganlar o'qiydi bu kitobni. Bu kitob 3 qism, meniki bilishimcha 3 qismi yo 5 qismi. Men burun o'qigan bu kitobni. Shu kitoblarniki darslari bor ekan. Birinchi qismining darsi, ikkinchi qismining darsi, uchinchi qismining darsi degandek. Bularni endi guruhga bo'lib, birinchi darsdan 60-cı darsgacha bir guruhga, 61-ci darsdan 124-cü darsgacha bir guruh degandek guruhlarga ayırıp o'qitadi ekan. Ondan keyin so'zlashish darsi bor ekan. So'zlashish darsida o'quvchining soni eng ko'p bo'lsa 5 deydi. 5 o'quvchiga bir o'qituvchi yetakchilik qilib Açtaq epardik işini. Yazıcılık dersi varken bu yazıcılık dersi yeni okum İngilizce kitabını ki birinci, ikinci, üçüncü kısımlarını tüketip olgan Uygurlar için içilegan sınıfken. Anın nesin varken. Anından başka şu mektepteki okutuşları hazır Türkiye'deki Sarkıllar Mağarip'deki 16 okuvchiga yetakchilik etibdi. Türkiye'de bir Sarkıllar Mağarip'de bir proje var. Bu projektin ait İslam'ın vatıdı. Bir kısım chet eldeki Türkiye'nin asas başkentdeki bir kısım ziyalılar birlikte bu işine ait yaxşı epin vatıdı. Bu 16 okuvchilar bilan ben videoluk görüştüm. Ularniki ideyalarını anladım. Acayip təsirlik, yaşları kiçik, yaşı kiçik. Otomatik toluqsuzda yoki o'qiyotgan bolalar, lekin ideyasini anglasanlar, odamni ta'sirlantiradi, ko'zidan yosh chiqarib etadi. Ashtaq o'quvchilar bor. Bu ishlar obdan menyapti. Ma maktab shularga yetakchilik etibdi ingliz tili darsida. Endi bu yerdagi meniki ma gapni bugun sal tafsilroq deyishimdagi sabab bu ingliz tili sinflari o'quvchiga muhtoj, o'qituvchiga muhtoj. Men bilan burun ba'zi ukalar aloqalashgan. Men mesela inglizcha yaxshi bilaman, dars o'tib beraman. Meni ish qilsanglar deb. Bo'lsa sizlar men bilan qayta aloqalashsanglar, men tunishtirib qo'yay. Men bu maktabni etmayotgan. Ukalar bilan tunishtirib qo'yay, birga qilinglar bu ishni. Men bu maktabni qurgan singlimizga bugun deb qo'ydim. Biraz bir narsa yezib tayyorlang, uni biz Uyg'ur Project fondining torbetiga chiqarib qo'yaylik deb. Shunga bir qism tafsil uchun shu yerdan olalaysizlar. Anas bitib biz torbetiga chiqarib bo'lgandan keyin men uni Facebook'imga chiqaraman, WhatsApp guruhlaridan taqitaman. Shu orqali xabar topa olaysizlar. Kim bilan aloqa qilish to'g'riliq. Kim bilan aloqa qilishni men bugun shu videoni ostiga chiqarib qo'ysam bo'ladi. Shuni aloqa qilib qilsanglar bo'ladi. Ishqilib mushtaq boyliqlarimiz bor. Bu bir boyliq Uyg'urlar uchun. Bundan to'liq foydalanaylik, ham yordam qilaylik. Shunga ham o'quvchilar, ham o'qituvchilar aloqalashib, shu singlimiz bilan bu ishni yaxshi yapmaqsaq. Bu to'liq men yine keyingi videolarda yine zarur bo'lganda to'xtalib sizlarni uchurlar bilan ta'minlayman. Bugun deydigan gaplarim shunchalik. Bundan keyin ikkilarafta chiqmayman, o'qimayman masalanga. Agar zarur bo'lsa cho'qim chiqaman. Albatta men degandek Uyg'ur Project fondining ishlari, Uyg'ur axborot markazining ishlari, ondan keyin NASAning ishlari, koinotga oid cho'ng xabarlar, alik siyosatimi cho'ng xabar bo'lib qolsa, Uyg'urlar uchun intayin muhim bo'lgan cho'ng xabarlar bo'lib qolsa, men ularni yana ozroq deb o'tib ketaman bunday videoda. Lekin asosliq mazmun bundan keyin NASA koinotning ishlari, ondan keyin chet eldagi Uyg'urlar biz o'zaro qilayotgan, birlik qilayotgan ishlar haqida bo'ladi. Yine yoqtirib kirishinglarni umid qilaman. Bunu da mesela bugungi video mashq bo'lsin. Kelar qatim kirishga amon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.